Kimlar ketdi? Dimarko, Phil Foden tanga Bremen 5 baribir hech qaysi olmasdim pul yetgan taqdirda. Kimlar kelib? 2025-yilda Nuno Mendes, Gabriel Hakimi, Salah, Coutinho, Pedri, Dembele, Mbappe, Kane, Yamal. Hujumdagi 3tasi yaxshi. Mana shu futbolchiga boya qo'lim bosilib ketdi. Mana shu futbolchiga. Endi boshlaganman do'stona. Messini buyog'ga qo'yamiz, Sterling o'ng qanotga qo'yamiz. Cole Palmer, Rodrigo, Salah, buyog'ga Isak. Rashford. Yo'q. Mana endi bir o'ynaymiz. Qani go. Kuchli raqib bilan tushmash kerak. Yaman. Qani go, o'yin boshlandi. Tremsi Inter Miami. Uning stadionida o'ynashga majburmiz. Stiker tashlar biz ham tashlaymiz, mayli. Taktik Usmone Dembele. Rashford o'yinni boshlab beradi. Mana safida Muhammad Salahning joyi past. Sterlingning tezligi kuchli, bilamiz. Bitta so'ramiz. Yo'q bo'lmadi. Yana to'p Eder Militau'da. Bundan olish qiyin. Shuni bitamiz. Kim edi? Ana shu. Rudiger oladi. Rudiger Mbappe'dan oladi. Yo'q deb yeb qo'yadi. Sterlingni to'xtatsalar emas. Uzoqdan zarba bersakmi? Nima bo'layapti? Rudigerdan o'tmaydi. Yana o'sha Sterling. Yana o'sha. Biz yomonlikku. Nimalar bo'lib ketayapti? Muhammad Salahdan ajoyib gol xariddi. Mbappe'dan olish kerak. Mbappe bu Thibaut Courtois'dan ajoyib save. Rahim qilib ularga ovut otib beramiz. Kuldimi bo'ldi. Yo'q qilib beramiz. Shu biroz ana yuzyapmiz. Nima saqarilyapti? Bizga unaqa stikerlar tashlash kerak emas. Isak ketadi va Rahim Sterling yana o'sha Sterling ketadi. To'pga degan edim. 4 minut o'zi ketdi. Qo'tyapti. O'tkazib yuboradi. Shubhasiz umuman internet ishlamaydi. E'tibor bering, Salah, Sterling 2:31. Unda qo'ysa yana o'ynaymiz deyotgan edim. Chiqib ketdi.
chiqib ketdi, aqli yetmagandan keyin. Bunday. Kim keldi? Pickford geldi, Pickford. Basıveramiz. Nima kerak ya? Lokman kimlardir bor. Jurt bo'lgan.